Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan demak bo'g'im kasalliklarini gaplashyapmiz. Bugungi mavzuyimiz revmatoid artrit haqida bo'ladi. Demak, revmatoid artrit bu e'tibor qilamiz buni ta'rifiga biriktiruvchi to'qimaning surunkali tizimli kasalligi bo'lib, aksariyat hollarda periferik bo'g'imlarning eroziv destruktiv poliartrit tipida avj oluvchi zararlanishi bilan kechadi. Ya'ni o'zi bu revmatoid artrit surunkali tizimli kasallik, ya'ni tizimli kasallik deganda butun tana a'zolariga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni nafaqat bo'g'imlar, balki ichki a'zolar, boshqa to'qimalarga ham ta'sir qilishi mumkin. Va aksariyat hollarda, ya'ni ko'pincha periferik bo'g'imlarning poliartrit tipida rivojlanuvchi, avj oluvchi zararlanish bilan kechadi. Ya'ni ko'pincha poliartrit bilan kechganligi uchun bizda revmatoid artrit deb nomlangan. Xo'p, endi bu kasallik autoimmun tipida kechadi, ya'ni autoimmun mexanizm yotadi buni asosida. Ya'ni o'zimizni immun hujayralarimiz o'zimizni tana hujayralarimizga qarshi kurashadi. Va dastlab qo'l, panja va barmoqlarda, keyinchalik tirsak, yelka va tizzada demak o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Demak, mana bu rasmga qaraymiz. Qo'l panjalar mana juda katta qilib ko'rsatilgan. Bu birinchi mana shu joydan boshlanadi va barcha bo'g'imlarni mana nuqta qilingan. Demak, birinchi qo'l panja bo'g'imlaridan boshlanadi. Keyinchalik demak tirsak, yelka va oxirida tizzada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi bu kasallikning epidemiologiyasi, ya'ni tarqalish, bu asosan ayollarda uchraydi va yosh oralig'i 40-60 yosh oralig'ida demak revmatoid artrit kuzatiladi. Xo'p. Endi ushbu kasallikning etiologiyasi va xavf omillari. Qiziq holat, bu kasallikni aniq etiologiyasi ma'lum emas. Ya'ni bitta omilni ushlab mana shu bu kasallikka olib keladi deb ayta olmaymiz. Shunchaki bir necha mexanizmlar yotadi, xavf omillari va mexanizmlar yotadi bu kasallikni keltirib chiqarishda. Birinchi o'rinda nasliy moyillik turadi. Ya'ni bu autoimmun mexanizm bilan kechganligi uchun genetik moyillik yuqori o'rinlarda turadi. Ya'ni bu autoimmun kasalliklarga moyillik. Qaysi genlarda? HLA-DR1 va HLA-DR4 genidagi buzilishlar. O'zi HLA nima degani? Human leukocytic antigen, ya'ni odamning immunitetiga javob beradigan bu genlar hisoblanadi. Va DR mana bu qo'shimchalari bor-ku, DQ yoki DP degan genlar bor. Bular gistamoslik komplekslari bor. MHC deb yoziladi. Major Histocompatibility Complex va ikkinchi klass bor. Birinchi va ikkinchi klass bor. Birinchi klass barcha yadroviy hujayralarda bo'ladi. Ikkinchi klass antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralar, antigen presenting cells bor. Bu dendritik hujayralar, makrofaglar yoki B hujayralar yoki mature T cells deydi. Yetilgan T hujayralar. Mana shu hujayralarda bo'ladi. Gistamoslik kompleksining ikkinchi tipi. Buni demak vazifasi mana bu antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralar qanaqadir mana bakteriya tushdi yoki antigen tushdi, uni yutib boshqa hujayralarga mana shu gistamoslik kompleksining ikkinchi tipi orqali tanitib beradi boshqa immun hujayralarga. Ya'ni mana bu antigen, bunga qarshi kurashish kerak deb mana shu gistamoslik kompleksining ikkinchi tipi orqali tanitadi. Endi bu buzilsa nima bo'ladi? Chunki buni geni buzilyapti, mana bunga javob beradigan genlar buzilyapti. Endi bu gistamoslik kompleksining ikkinchi tipini ham ishi buziladi. Natijada o'zimizni hujayrani ham yot antigen sifatida tanitib qo'yish mumkin va natijada autoimmun mexanizm kelib chiqadi keyinchalik. Bundan tashqari infeksion omil bo'lishi mumkin. Masalan, turli bakteriyalar, gerpes viruslari, gepatoviruslar, ya'ni jigar zararlovchi viruslar yoki paramiksia viruslar ham bu kasallikni triggerlab berishi mumkin. Va boshqa trigger omillariga tamaki mahsulotlari, turli dorilar, intoksikatsiya, sovuq qotish, stress, jarohatlar yoki boshqa allergenlar, endokrinopatiyalar, ya'ni endokrin kasalliklar ham bu kasallikni rivojlanishini boshlab berishi mumkin. Lekin eslatib o'taman, bittagina omil sabab bo'lmaydi. Bu kompleks omillar. Masalan, moyillik bo'lishi kerak, infeksiya qo'shilib qolishi mumkin unga yoki mana bu trigger omillar bo'lib qolishi mumkin, keyin kasallik rivojlanadi. Xo'p. Endi bu kasallikning patogenezi. Patogenezda asosiy mana bu demak molekulalar ishtirok etadi. Anormal immunoglobulin G
ikkinchi tip kollagenni sitrullinlanganligi, ya'ni citrullinated deydi. Buni hozir tushuntiraman. Yoki vimentin oqsillarini sitrullinlangan varianti. Xo'p, endi ikki xil mexanizm ko'rib chiqamiz patogenezda. Hozir birinchi mexanizm qanday? Demak, aytdik, genetik moyillik bo'ladi deb, HLA-DR1, DR4 genlardagi buzilish va unga plus etiologik va triggerlovchi omillar qo'shilsa, bizda tanamizda arginin sitrullin sikli bor, arginindan sitrullin hosil bo'lish. Mana shu jarayon buziladi. PAD degan ferment bor. O'sha qatnashadi. Umuman bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan narsa, mana shu arginin sitrullin jarayoni buziladi va mana bu sitrullin turli xil o'zimizda moddalarimizga qo'shilib, o'zimizda molekulalarimizga qo'shilib, ularni antigen qilib qo'yadi. Ya'ni strukturasini o'zgartirib, antigen sifatida qilib qo'yadi. Masalan, mana bu sitrullin ikkinchi tip kollagen bor, bo'g'imlarimizda tog'ayida joylashgan. O'shanga qo'shilib qoladi. Yoki vimentin degan oqsil bor, unga qo'shilib qoladi. Natijada endi ikkinchi tip kollagen ham, vimentin ham antigen sifatida ishtirok etadi va ularga nisbatan immun javob shakllanadi. Va T limfositlar faollashadi, T helperlar. Ular B limfositlarni faollashtiradi. B limfositlar esa plazma hujayralariga aylanadi. Plazma hujayralari o'zidan immunoglobulinlar ishlab chiqaradi. Va mana shu ishlab chiqarilgan immunoglobulinlar hamda T hujayralar bo'g'im bo'shlig'iga keladi. Qon orqali keladi bo'g'im bo'shlig'iga. Bu yerda interferon gamma va interleykin 17 ishlab chiqariladi. Va bu moddalar, bu sitokinlar makrofaglarni chaqiradi o'sha bo'g'imga. Makrofaglar kelib, u yerda TNF alfa, interleykin 1 va interleykin 6 larni sintezlaydi. Bundan keyin sinovial hujayralar proliferatsiyasi hamda yallig'lanishi kuzatiladi. Mana bu sitokinlar, umuman immun hujayralar keldi. Natijada o'sha bo'g'imdagi hujayralar proliferatsiya bo'ladi va yallig'lanadi va pannus shakllanadi. Pannusni mana pastda ko'ramiz. Bundan keyin proteazalar sintezlanadi va tog'ay va suyaklarning yemirilishi kuzatiladi. Mana bu joyda pannusni ko'rishimiz mumkin. Pannusning elementlariga sinovial membrana, fibroblast va miofibroblastlar hamda yallig'lanish hujayralari kiradi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu chiziq tortilgan, chap tomon sog'lom, o'ng tomon pannus. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana tog'ay alohida ko'rinib turibdi. Sinovial bo'shliq alohida, mana sinovial lining, mana suyak alohida bo'lib turibdi. Endi bu yoqda pannus mana. Qanaqa o'zgarishlar, mana suyakgacha, tog'aygacha o'tib ketgan, membranalarni qoplab olgan. Xo'p. Bundan tashqari sinovial suyuqlik mana ifloslangan. Eroding cartilage, ya'ni tog'ay eroziyaga uchrayapti. Bone erosion, ya'ni suyaklar ham eroziyaga uchrayapti. Mana shunaqa qilib pannus shunaqa ta'sir ko'rsatadi. Endi bundan tashqari T hujayralar sinovial fibroblastlarni faollashtiradi. Sinovial fibroblastlarda rank ligandlari hosil bo'ladi. Rank ligand, ya'ni ta'sirlovchi modda deb tushuninglar buni. Va u osteoklastlarda rank retseptorlari bo'ladi. Mana bu osteoklast hujayrasi bo'lsa, rank retseptorlari bo'ladi. Uni faollashtirgandan keyin osteoklastlar aktivlanadi. Osteoklastning vazifasi nima? Suyakni yemirish. Osteoblast suyak hosil qilish. Endi suyak osteoklastlar yemirish boshlagandan keyin osteopeniya va osteoporoz holati kelib chiqadi. Bundan tashqari surunkali yallig'lanish kechaversa, ya'ni yallig'lanish davomiy bo'lsa, bu angiogenezga. Angiogenez degani o'sha bo'g'imlarni vaskularizatsiyasi, ya'ni qon tomirlar o'sadi bo'g'imlarga. Va bundan tashqari agar qon tomir ko'p bo'lsa bo'g'imda, unga keladigan immun komponentlar oqimi ham kuchayadi. Chunki qon orqali keladi-ku immun komponentlar. Kuchayib, o'sha bo'g'imni ko'proq zararlanishi va bo'g'imdagi mahsulotlarning ham qonga chiqishi ortadi va qon orqali tarqalib, ko'plab bo'g'imlarning shikastlanishiga sabab bo'ladi. Dastlab qo'l panja, bilak, tirsak, yelka, tizza va to'piq keyinchalik mana shu ketmaganlikda bo'ladi. Bu birinchi mexanizmi edi. Bu joyini qayta ko'rsalaring va o'zlaringga nisbatan soddalashtirsalaring, tushunishlaring oson bo'ladi. O'zi immunologiyada ketma-ketlik deyarli bir xil. Masalan, T limfosit, undan keyin B limfosit, keyin plazma hujayra immunoglobulin, ular keyin makrofag chaqirish, makrofag o'zidan nimalardir chiqarishi, bular ketma-ket immunologiyada ko'p keladi. Shuning uchun unaqa qiynalmaysizlar. Biz batafsil yoritishga harakat qilganmiz patogenez bu yerda.
Xo'p, endi ikkinchi mexanizm. Xo'p, HLA-DR1, DR4 genidagi mutatsiyalar va immun javob buzilishi, B limfositdan plazma hujayralar sintezlanishi va anormal immunoglobulin G larni ishlab chiqarish. Va immunoglobulin G anormal-ku, endi u antigen sifatida qaraladi. Antigen. Ya'ni immunoglobulinligini unutinglar buni. Bu endi anormal modda, anormal oqsil. Endi u bizga antigen sifatida qaraladi va uning FC degan qismiga qarshi immunoglobulin M sintezlanadi. Ya'ni endi unga qarshi mana bu immunoglobulin M sintezlanadi. O'zi bunaqa shaklda bo'lmaydi, yulduzsimon shaklda bo'ladi. Umuman olganda hozir shakli muhim emas. Mana bu immunoglobulin M sintezlanadi va bu bizda rematoid faktor deb ataladi. Aynan immunoglobulin G ning FC qismiga qarshi ishlab chiqarilgan immunoglobulin M bu rematoid faktor deyiladi. Va natijada ular bir-biri bilan qo'shilib immun kompleksni hosil qiladi. Ular dastlab bo'g'imda, keyin esa boshqa organlarda cho'kib, yallig'lanish keltirib chiqaradi. Bu gipersezuvchanlikni 3-tipini mexanizmi, ya'ni immun kompleksiga bog'liq bo'lgan reaksiya. Bu ikkinchi mexanizm biroz soddaroq. Nimaga ikkita mexanizm berilyapti? Bu ikkalasi parallel kechishi ham mumkin, bittasi kechishi ham mumkin. Umuman olganda patogenezm to'liq mana bu bitta patogenetik yo'l bilan kechadi deyilmaydi. Bu har xil yo'llar bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Xo'p, endi mana bosqichlarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi sinovit, bo'g'im yallig'lanishi, keyin fibroz ankiloz, ya'ni ankiloz degan qo'shilib ketish degani, bo'g'im ya'ni harakat qila olmaydi. Dastlab fibroz ankiloz, keyin suyak ankiloz va oxirida osteoporoz bo'ladi. Xo'p, endi kasallikning namoyon bo'lishi va klinik belgilarini ko'rib chiqamiz. Buni ikkita guruhga bo'lamiz, klinik belgilarini. Bo'g'im bilan bog'liq belgilar va bo'g'imdan tashqari belgilar. Dastlab bo'g'im bilan bog'liq belgilarni demak ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda shish, o'sha shikastlangan bo'g'imni shishi va og'riq o'sha bo'g'imda va tonggi karaxtlik, morning stiffness deyiladi. Buni osteoartritda ko'rgani yarim soatgacha bo'ladi deb, lekin revmatoid artritda 1 soatdan ortiq davom etadigan bo'g'im karaxtligi. Bo'g'im karaxtligi nima? O'sha ertalab turgan payt qo'l panjalarini ishlata olmaydi. Gel fenomeni bo'ladi chunki unda, ya'ni kechasi bilan o'sha immun hujayralar to'planib bu joyda bo'g'imni harakatlantirishini qiyinlashtirib yuboradi. Biroz harakatlantirib ishlatib turgandan keyin 1 soatdan keyin bu qo'yib yuboradi, ya'ni bemalol ishlata oladi keyin. Va bunda bo'g'imlarning shikastlanishi simmetrik kechadi. Osteoartritda asimetrik edi, bunda simmetrik, ya'ni o'ng qo'lni qaysi bo'g'imlari shikastlansa, chap qo'lni ham o'sha bo'g'imlar shikastlanadi. Bo'g'im bo'shlig'i torayishi, bu simmetrik kechadi, ya'ni osteoartritda ko'rgandek asimetrik edi. Bir tomoni torayib, bir tomoni kengayib qolganda, bunda ikkala tomoni ham bir xil torayadi. Bitta bo'g'imning o'zida. Va Beker kistasi shakllanishi mumkin. Bu mana rasmda ko'rishimiz mumkin. Beker kistasini sinovial suyuqlik shu biriktiruvchi to'qimaga chiqib, o'sha joyda kista hosil qiladi. Va eroziyalar. Buni uzuralar ham deb ataydi. Umuman suyak eroziyalari. Osteopeniya, ya'ni suyak massasini kamayishi va zichligini kamayishi. Va yumshoq to'qima shishi. Ya'ni o'sha bo'g'im atrofida mushak bo'ladimi, paylar bo'ladimi, o'sha teri osti to'qimasi, o'shalar shishadi bo'g'im atrofidagi yumshoq to'qimalar. Va shikastlanish MCP va PIP bo'g'imlarida shikastlanish bo'ladi. Ya'ni mana bo'g'imlarni ko'rishimiz mumkin. MCP, ya'ni metacarpophalangeal joint. Mana shu bo'g'imlar. Bu PIP. Bu o'sha falangeal bo'g'imlar, ya'ni proximal interfalangeal bo'g'im. DIP distal interfalangeal bo'g'im. Endi osteoartritda ko'rganik DIP bilan PIP shikastlangan, MCP bular shikastlanmagan. Endi revmatoid artritda DIP shikastlanmaydi, PIP bilan MCP shikastlanadi. Xo'p. Va deformatsiyalar kuzatiladi. Ulnar deviatsiya va oqish bo'yni deformatsiyalar. Oqish bo'yni deformatsiyasi mana bu rasmda ko'rsatilgan. Barmoq mana oqish bo'yniga o'xshaydi. Oqish bo'yni mana shunday bo'lib turadi. Shunaqa mana deformatsiya. Va ulnar deviatsiya degani mana qo'l barmoqlari tirsak tomonga qarab, mana bu joyda mana qo'l kelgan. Mana bu tirsak, to'g'rimi? Tirsak tomonga qarab qayrilishi o'sha ulnar deviatsiya deydi. Ulna degan tirsak degan. O'sha ulnar deviatsiya degan tirsak tomonga, demak, qayrilishi bu ulnar deviatsiya deyiladi.
Bular bo'g'im belgilar edi. Endi bo'g'imdan tashqari belgilarni ko'rib chiqamiz. Bular birinchi o'rinda reumatoid tugunlar. Reumatoid tugunlar o'zi mana ko'rsatilgan tirsakda. Bu tirsakda bo'lishi mumkin. Hatto ichki a'zolarda ham bo'lishi mumkin. Bular seropozitiv bo'lganda, ya'ni reumatoid faktor bo'lganda va reumatoid artritni og'irroq kechish shakllarida reumatoid tugunlar hosil bo'ladi. Bundan tashqari serozitlar, ya'ni seroz pardalarning yallig'lanishi. Masalan, plevrit bo'lishi mumkin, perikardit bo'lishi mumkin, ularning yallig'lanishi. Va yurak qon tomir tizimidagi o'zgarishlar, masalan, vaskulit, valvulit, ya'ni klapanlar yallig'lanishi yoki perikardit bilan namoyon bo'lishi mumkin. O'pkadagi o'zgarishlar, plevrit, o'pkaning interstitsial fibrozi. Ko'zdagi o'zgarishlar, konjunktivit va episklerit. Buyrakdagi o'zgarishlar, pielonefrit, keyinchalik u buyrakning surunkali kasalligiga yoki kilamcha amiloidozga sabab bo'lishi mumkin. Va mushaklar gipokineziyasi, ya'ni kinezis harakat, gipo kam, ya'ni mushaklar harakatchanligi kamayishi, bu bo'g'im yallig'lanishi hisobiga va neyropatiya hisobiga. Bundan tashqari limfa adenopatiyalarga sabab bo'lishi mumkin va reumatoid artritni asoratlari, kechki asoratlar sifatida Felti sindromi va Sjögren sindromlari keltiriladi. Felti sindromi bu tarkibida bir necha omillar, ya'ni Santa degan mnemonikadan foydalanamiz. S uchun splenomegalia, taloqni kattalashishi, anemiya, neytropeniya, neytrofillar soni kamayishi, trombotsitopeniya, trombositlar soni kamayishi va artrit. Mana shu 5 ta belgi bilan keladi Felti sindromi. Bundan tashqari Sjögren sindromi bilan asoratlanishi ham mumkin. Sjögren sindromini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Sjögren sindromi autoimmun kasallik va destruction of exocrine glands, ya'ni exocrine bezlarining destruksiyasi bilan kechuvchi autoimmun kasallik hisoblanadi. Va asosan lakrimal va salivar glandlar, ya'ni so'lak bezlari va ko'z yosh bezlarining destruksiyasi bilan kechadi asosan. Demak, taxmin qilishlaring mumkin, keyinchalik nima belgilar kelib chiqadi. So'lak bezi shikastlansa yoki ko'z yosh bezi shikastlansa. Predominantly affects females, ya'ni asosan ayollarni zararlaydi, 40-60 yoshli ayollarni. Xuddi reumatoid artritga o'xshagan mana. Findings, qanaqa biz belgilarni ko'ramiz. Inflammatory joint pain, ya'ni bo'g'imlarning yallig'lanishi. Ya'ni yallig'langan bo'g'imlar va og'riqli bo'g'imlar degan. Keratoconjunctivitis sicca. Bu kasallik bizda mana quruq ko'z deymiz. Chunki lakrimal bezlar, ya'ni ko'z yosh bezlari shikastlangandan keyin o'sha ko'z yosh ishlab chiqarilishi buziladi va ko'z quruqlashadi, quruq ko'z sindromi. Va kserostomiya, ksero quruq, os bu og'iz. Ya'ni quruq og'iz sindromi ham desak bo'ladi buni. Chunki so'lak hosil bo'lishi kamayganligi uchun og'iz quruq bo'ladi. Buning natijasida mukozal atrofiya, ya'ni og'iz shilliq qavati atrofiyasi va fissuring of the tongue, ya'ni tilni yorilishi holatlari kuzatiladi. Bundan tashqari presence of antinuclear antibodies. Antinuclear antibody qisqartmasi ANA deyiladi. Bu asosan systemic lupus erythematosus, ya'ni sistemali qizil bo'richa kasalligida kuzatiladi. Bundan tashqari reumatoid faktorlar ham bor qonda. Bundan tashqari antiribonukleoprotein antibodies, ya'ni RNK ga qarshi ham antitanalar topiladi. Bular SSA, SSB deyiladi. Turli xil RNK oqsillariga qarshi antitanalar ham topiladi. Ya'ni 3 xil antitana topilishi mumkin. ANA, ya'ni antinuclear antibodies, bu sistemali qizil valchenkada kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari reumatoid faktor topilishi mumkin ekan. Bundan tashqari o'sha RNK deb yozib ketaylik, o'sha SSA, SSB antitanalar topilishi mumkin ekan. Bundan tashqari bilateral parotid enlargement, ya'ni parotid gland bor-ku, o'sha quloq oldida so'lak bezi, o'shani ikki tomonlama kattalashishi ham kuzatilishi mumkin ekan. Endi primary disorder or a secondary syndrome associated with other autoimmune disorders, ya'ni ushbu Sjögren sindromi birlamchi o'zi kasallik bo'lib kelishi ham mumkin ekan, mustaqil.
ikkilamchi sifatida mana shu reumatoid artrit, sistemali qizil valchanka yoki tizimli skleroz kasalliklarida ikkilamchi sindrom bo'lib kelishi ham mumkin ekan. Va buni asoratlari complications. Dental caries, ya'ni tushunarli, tish kariesiga sabab bo'lishi mumkin. Malt limfomaga yoki o'sha high risk of giving birth to baby with neonatal lupus. Ya'ni bu kasallik bilan shikastlangan ayollar tug'ma o'sha sistemali qizil valchanka bilan farzand tug'ishi mumkin ekan. Ya'ni tug'ilgan farzandlari tug'ma o'sha sistemali qizil valchanka bilan shikastlanishi mumkin ekan. Demak, bu yoq muhim emas. Asosiy qismi shu Sjögren sindromi. Endi sistemali reumatoid artritni kasallik bosqichlari. Birinchisi, juda erta bosqich. Bu kasallik davomiyligi hali 6 oyga bormagan. Erta bosqich kasallik davomiyligi 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan. Yaqqol ifodalangan bosqich kasallik davomiyligi 1 yildan oshgan. Kechki bosqich kasallik davomiyligi 2 yildan oshgan. Bundan tashqari yirik va mayda bo'g'imlarning yaqqol destruksiyasi va asoratlarning mavjudligi. Kasallik faollik darajasi yoki disease activity score deymiz. Buni DAS-28 degan kalkulyator bor. Ushbu link orqali qidirsalaring bo'ladi. Kalkulyator chiqarib beradi sizlarga. Kalkulyator ko'rinishi mana bunaqa. Hozir buni sizlarga tushuntirib beraman. Demak, DAS-28. Nima 28? Chunki 28 ta bo'g'im mana bu joyda sanab ko'rsalang 28 ta bo'g'im chiqadi. Endi tender joint va swollen joint. Ya'ni tender joint degani o'sha bosganda og'riydigan bo'g'imlar qaysilar? Mana bu joyda yuz maniken degan manekendan foydalaning degan o'zingiz belgilab chiqasiz. Masalan, mana bo'g'im og'riydi, bu og'riydi deb belgilab chiqasiz. Yoki swollen joint, shishgan bo'g'imlar. Qaysi bo'g'imlar shishib ketgan, uni ham belgilab chiqasiz. Agar type totals bo'lsa, mana bu joyga o'zingiz son yozasiz. Masalan, 10 ta bo'g'im deb sonni yozsangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari, mana bularni sanab qo'yganingizdan keyin additional measures, ya'ni qo'shimcha o'lchovlarga kiritasiz. Yoki eritrositlar cho'kish tezligini, yoki CRP, bu C-reaktiv protein bor-ku, o'shani kiritasiz. Yoki buni kiritasiz. Bundan tashqari patient global health'da mana 0 dan 100 gacha baholaysiz bemorning og'irlik darajasini. O'shani belgilab calculate deb bossangiz daraja chiqarib beradi. Endi o'sha daraja agar 2.6 dan past chiqsa, bu 0-daraja, DAS skor bo'yicha 0-daraja. 2.6 dan 3.2 gacha bo'lsa, 1-daraja. 3.2 dan 5.1 gacha chiqsa, 2-daraja, 5.1 dan baland bo'lsa, 3-daraja berasiz DAS bo'yicha. Ikkinchi o'lchov bu og'riqni darajasini o'lchash. Mana bu rasm ko'rsatiladi bemorga. Sizda og'riq mana 0 dan 10 gacha baholaymiz deyiladi. Qaysi rasm sizga to'g'ri keladi deydi. Birorta rasm ko'rsatadi. Pastda siz uchun mana ular ko'rsatilgan va ta'riflar. No pain can be ignored, ya'ni og'riqqa e'tibor bermasa bo'ladi. Interferes with tasks, ya'ni biror ish bajarayotganda xalaqit beradi. Interferes with concentration, hatto o'sha biror narsa o'ylash, fikrlash, ya'ni konsentratsiyaga ham ta'sir qiladi. Interferes with basic needs, ya'ni o'zini ovqatlanishi, o'zini ehtiyojlari uchun ham xalaqit beradi og'riq. Bed rest required, ya'ni yotoq rejimga muhtoj. Mana shu bo'yicha baholasak bo'ladi og'riq darajasini. Xo'p, endi Steinbroker bo'yicha rentgenologik bosqichlar reumatoid artritning. Birinchi, bo'g'im atrofi osteoporozi. Ikkinchi, osteoporoz plus bo'g'im tirqish torayishi plus yakka eroziyalar. 3-daraja. Ikkinchi bosqichdagi belgilar va eroziyalarning ko'pligi va bo'g'imlarda yarim chiqishlar. 4-daraja, 3-bosqichdagi belgilar plus bo'g'imni ankilozi. Ankiloz degan qo'shilib ketish. Ya'ni umuman endi u bukilmaydi. Bo'g'im mana bu avval bo'g'im bo'lgan. Endi u qo'shilib suyak bo'lib ketdi degan. Xo'p, endi juda ham muhim qismi tashxisot mezonlari reumatoid artrit uchun 7 ta jami tashxisot mezoni bor. Birinchisi, oxirgi 6 hafta mobaynida 1 soat davom etuvchi ertalabki karaxtlik. Ikkinchisi, oxirgi 6 hafta mobaynida 3 va undan ortiq bo'g'imlarda shish. Uchinchisi, oxirgi 6 hafta mobaynida kaft barmoq
va PIP bo'g'imlarida shish. 4. Bo'g'imlar shikastlanishining simmetrikligi. 5. Bo'g'imlarda tipik rengenologik o'zgarishlar, ya'ni eroziyalar, bo'g'im oldi osteoporozlarni kuzatilishi. 6. Teri osti reumatoid tugunlari. 7. Qon zarlobida reumatoid faktor aniqlanishi. Endi buni nimaga ishlatamiz? Diqqat mana. Agar diqqat qiladigan joylari 1 va 3 mezonlar, mana bu mezonlar davomiylik 6 haftadan kam bo'lmasligi kerak. Bemorda agar yuqoridagi mezonlardan 4tasi topilsa, reumatoid artrit tashxisi aniq hisoblanadi, ya'ni qo'yiladi. Demak, mana shu mezonlar shunga kerak. Mana shu 7tadan qaysi biridir 4tasi topilsagina bo'ldi, biz kasallikka tashxis qo'ya olamiz. Faqatgina e'tibor beriladigan joy 1-3 mezoni 6 haftadan kam bo'lmagan bo'lishi kerak. Endi yana bitta qo'shimcha narsa, ASPA degan marker bor, anti-citrulinated peptide antibodies. Bu spetsifik marker. Agar mana shu marker topildimi, bo'ldi, reumatoid artrit bor bu odamda. Chunki bu antitana nimaga qarshi topilyapti? Mana sitrulinlangan peptidlarga qarshi antitana. Boya tepada gaplashdik-ku, patogeneza. Sitrulin qo'shilib, kollagen bilan, vimentin bilan qo'shilib, o'sha antitana hosil qiladi, antigen sifatida qatnashadi. Unga qarshi antitana chiqariladi deb. Mana shu antitana marker hisoblanadi. Reumatoid faktor esa bu immunoglobulin G ning Fc qismiga qarshi ishlab chiqarilgan immunoglobulin M. Bu kuchsizroq mezon, chunki boshqa kasalliklarda ham reumatoid faktor topilishi mumkin. Reumatoid artritdan boshqa kasalliklarda ham. Endi reumatoid artritda umuman seropozitiv turi va seronegativ turi bor. Ya'ni reumatoid faktor topilsa seropozitiv, topilmasa seronegativ. Endi ushbu kasallikni davolash qisqacha tushuntirib o'taman. Yallig'lanishga qarshi nosteroid preparatlar, NSAIDs deyiladi. Bu og'riq uchun, isitma uchun, yallig'lanishga qarshi mexanizmlari uchun ishlatiladi. Bundan tashqari glukokortikosteroidlar, prednizolon. Bu ham yallig'lanishga qarshi kurashish uchun. DMARDs degan narsa bor. Disease modifying antirheumatic drugs. Bular bazis terapiya uchun ishlatiladi. Metotreksat, oltin standart, doim metotreksat beriladi. Bundan tashqari sulfasalazin, siklosiparin, leflunomid degan dorilar ham ishlatilishi mumkin. Va biologik agentlar, TNF alfa ingibitorlari, ya'ni TNF alfaga qarshi antitanalar. Ular retseptorlarga qarshi antitanalar. Adalimumab, infliximab, golimumab, etanercept degan dorilar. Endi reumatoid artritni davosi uchun har bitta dorisiga bu katta jarayon, gormon terapiya, puls terapiyalar qilinishi mumkin. Xo'p, endi bu uchun sizlar qo'shimcha izlanasizlar, davolash uchun o'qituvchilaring bilan maslahatlashib yoki reumatolog vrachlar bilan o'sha maslahatlashib ko'rasizlar. Bu bilan davolashga urinmanglar birovni. Demak, kasallik haqida gaplashib o'tdik. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.